Yangi yil kuni nimalar bo'ladi? Ko'p davlatlar yangi yilni qor bilan kutib olishsa, biz bilchillagan loy va issiq quyosh bilan kutib olamiz. Ukani dardi paqildo, salyut, amakilarning dardi ichkilik, onalarning dardi bo'lsa, soat 12 gacha dasturxonga tegmanglar. Hammaning uyida aniq shu gap aytilgan. Bugun mehmonga borib ularni ovqatlaymiz. Ertaga ular hammasini o'zimiz yeymiz. Bugun qarindoshlar narsasini yeymiz, ertaga keyin o'zimiz yeymiz. Nebzanki hamma mehmon ko'radi, biz hech kimki bormaymiz. Bir yil yoqilmagan televizor yoqiladi. Ko'rsatuvlar biram zo'r, bir-biridan bachkana. Uyingga qorbobo keladi va u yigiting bo'lib chiqadi. Ertaga bu urush bo'lgan joyga o'xshab qoladi. Kiyimlargacha hamma yo rasvo. Yaxshiyam aprel parashok va chistollari bor. Hamma yon top-toza qilib beradi. Endi kechagi kunga qaytamiz. Mana norin, mandarin, qayd qilingan olivye salati boshchiligidagi yangi yil ham kirib keldi. Ana salyut otilishi boshladi. Ko'rgani shoshilib ko'chaga chiqasan, lekin baribir har yilgidek ulgurmaysan. Va bu yangi yil ssenariysi umringni oxirigacha davom etadi. Pak. And blowing up shoes of fire.